Assalomu alaykum hurmatli agroponika obunachilari. Bugun Abdulaziz akam issiqxonalariga keldik. Abdulaziz akam bilan Xudo xohlasa inshaalloh bu yil 3-yil ish boshlash arafasida biz 2 yil hamkorlikda juda ajoyib ishlar qildik. Yaxshi natijalarga erishdik. Endi bu yil keyingi yil uchun yer tayyorlash ishlarini olib boryapmiz. Yer tayyorlashda hurmatli obunachilar 1 gektar maydonga 80 zil deng tashaldi. Zil mashinasi 0.53 deydimi? Shunaqa deydi-ku. 80 mashin desa ham bo'ladi. 80 mashindan ham ko'proq deng tashaldi. Hozirgi holatda 2 marta sug'orilgan. Frezalash jarayonida go'ngni tuproqqa qo'shdik. Endi siderat sepish jarayonidamiz. To'g'risi bir marta siderat sepganlar havo issiq bo'lgan payt sepilgani uchun urug'lar luk bo'lib qolgan. Issiqxonada siderat ko'kartirishda ehtiyot bo'lamiz. Nimaga e'tibor beramiz deganda, issiq vaqtda sepgandan keyin kamroq suv bilan sug'orish kerak. Ko'p suv bilan sug'organda suv 1 sutka, 1,5 sutkalab issiqxonada qolib ketsa, u suvning temperaturasi baland bo'ladi. 40-50 gradusga chiqqanda suvdagi urug'lar luk bo'lish, ya'ni unmasdan qolib ketish, puchayib qolish holatlari kuzatiladi. Shu uchun iloji boricha siderat ko'kartiradiganda bitta tagda yolg'ondan suv qilish kerak, to ko'karib olguncha. Ko'karib olgandan keyin bemalol bostirib sug'orsalar bo'ladi. Sug'orish me'yorlariga rioya qilgan holatda sideratni chiroyli ko'kartirish kerak. Siderat o'zi tariq ekamiz biz. Ko'pincha tariq sho'x o'simlik. Namda birozgina tushsa ham bemalol ildizot ko'karib ketadi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, hozircha 80-90 mashin go'ng kirdi, siderat ekilyapti. Yana bir marta chiroyli qilib sug'oriladi va siderat ko'karilgandan keyin yana bitta freza qilib urib tashlaymiz inshaalloh. Bu yil Abdulaziz akam plyonkani almashtirish jarayonida fortishkalarni ham konstruksiyasini o'zgartirishni boshladilar. Avvallari qornida edi, u noqulaylik tug'dirardi to'g'risi, chunki mana bu yerdan mana bu dugalardan oqib tushgan suv mana bu yerdagi fortishkadan pastga tushardi. Hozir shuni tepaga oldik. Tepaga olganimizdan keyin juda ajoyib bo'ldi. Sababi tomchi shunay fortishkani uchidan pastga tushib, pastdan novaga chiqib ketadigan bo'ldi. Avvallari mana bu belida profil bo'lgani uchun mana bu yerdagi qatorlarga shundoq suv oqib yomg'irlanasdi. Hozir ana endi konstruksiyani o'zgartirdik. Yana fortishka tepaga bo'lgandan keyin fizika qonunlari bo'yicha issiq havo tepaga intilgani uchun eng issiq havolar tepadan chiqib ketadi, parnik salqinroq bo'ladi degan qarashlar ham bor. Hurmatli obunachilar, bu yil Xudo xohlasa mana shunaqa yangiliklar qilibdilar Abdulaziz akam. O'zlari hozir yo'lda ekanlar. Kelyapman dedilar. Siderat ekilgan, siderat yaxshi unib chiqqan hozir. Bloklarga borib, yana videoni davom ettiramiz. Mana tog'i sepyapti. Mana bu kishi Murtazo tog'i. Tariq sepish jarayoni. Hozir videomizni keyingi bloklardan davom ettiramiz. Mana shu narsa tariq bo'ladi. Kichkinagina bo'ladi. Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmaydi degan narsa ana shu. Mana hurmatli obunachilar, boshqa bloklarga keldik Abdulaziz akamni. Bu yerda tariqlar anchagina o'sib qolgan. Lekin baribir birozgina sustlik bor, siyrak o'sgan. Xudo xohlasa bu tariqlar yerni qoplab oladi. Keyin frezalash jarayonida maydalab yerga tiqiladi. Nima uchun tariq ekish kerak? Bu albatta bu yerda ko'p go'ng tashalgan, o'sha go'ngni
o'ziga mikro, makro elementlari, kislotalari, ammiaklar bo'ladi. Mana shularni tariq ekilganda hazm qilib yuboradi-da. O'sish davomida bor elementlarni sug'urib oladi-da. Keyin yashil massa bo'lgandan keyin yerga tiqqanimizda bu o'z-o'zidan tayyor ozuqaga aylanadi. Xelat formaga kirib qoladi-da. Organik modda bilan bo'yidi yer juda ham yaxshi effekt beradi. Shu uchun tavsiya qilib qolamiz. Go'ng tashalganda, go'ng tashalmasa ham tariqni o'zini eksangiz, o'tgan yilgi elementlarni tayyor organik holatga keltirib beradi. Tuproqda o'zlashtirilmay qolgan elementlarni juda kuchli o'zlashtiradi-da. Pomidor bodring o'zlashtira olmaydigan formalarni ham yeb tashlaydi. Va buni maydalab yerga tiqsak, pomidor bodring keyin tariqdagi organik moddalarni iste'mol qiladi. Qanday desam, go'shtni qiymalangan formasi desak ham bo'ladi. Avvalgi fortishkamiz mana shunaqa edi. Videomizni boshida o'zgartirilganini ko'rdingizlar. Mana shunaqa fortishka biroz noqulay, sababi suv tomchilab fortishkadan pastga qarab oqadi. Novagacha yetib bormaydi. Hurmatli obunachilar, bugungi videolarimiz shundan iborat edi. Bizni kuzatib borishda davom eting. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha